Hammaga salom, meni kanalimga xush kelibsiz. Bugun biz biznes haqida gaplashamiz. Biznesda eng minus, yomon taraflari haqida gaplashamiz. Chunki YouTube'da ko'p videoroliklar ko'rishinglar mumkin. Biznes qil, o'z ishingni boshla, ko'p pul top, vaqtingni o'zing boshqarasan, erkinlik degan videolar bor, lekin minus tomonlari, yomon tomonlarini, endi yomon bo'lib yomon emas, shu problemli tomonlarini hech kim gapirib bermaydi. Shu oxirgi 5 yilda biz 50 tadan ortiq uy qurib sotganmiz. Ya'ni biznesimiz har qalay o'ziga yarasha katta desam ham bo'laveradi va minus tomonlari, shu problemli tomonlari ham to'planib qolgan va shular bilan men bo'lishmoqchiman. Va birinchi minusi bu biznes bu erkinlik degan narsa. To'g'ri, biznes bu erkinlik faqat boshida emas. Boshidagi 1 yil, 2 yil siz nolga ishlaysiz va vaqt tomondan siz 24 soat ishlaysiz. Shu haftada 7 kun bo'lsa, 7 kun 24 soat bez выходной nimaligini siz umuman bilmagan holda siz ishlaysiz. Chunki biznes sizniki va biznes faqat sizga kerak. Ishni boshida siz ko'p narsani qilishga majbur bo'lasiz. Siz o'zingiz ham marketolog, ham sotuvchi, ham narsa qilayotgan, kerak bo'lsa birazgichlar bilan birga ishlayotgan va juda ko'p ham buxgalteriya bilan hamma yoq siz o'zingiz olib borishingizga majbur bo'lasiz va vaqt o'zingizga deyarli qolmaydi. Va boshdagi 1 yil, 2 yil sizda выходной bo'lmaydi. Dam olish kuni qachon bo'ladi? Faqatgina shu biznes sizga yo'l bersa, shundagina siz dam olasiz. Boshqa payt siz dam olishga haqqingiz yo'q, chunki siz ishlamasangiz biznes to'xtab qoladi. Biznesda siz baribir ishchi yollashga majbur bo'lasiz va kattalashgan sari ko'proq ishchilar ishlatasiz va biz bilamiz, nimagadir ba'zi odamlar miyasida shu narsa urib qo'yganki, ish beruvchi odam, ya'ni nachalnik har doim yomon, u odam har doim pulni oz beradi va bizni ishimiz orqali u odam soqqa qilyapti, bizga oz beryapti degan narsa ba'zi odamlarning miyasiga singib qolgan. Va o'sha yomon nachalnik, yomon ish beruvchi siz bo'lib qolishingiz ham mumkin. Chunki nimaga siz ish yurityapsiz, u odamga qancha shu nima desam bo'ladi, bozor narxida ish bersiz ham ba'zi holatda yomon bo'lib qolishingiz mumkin. Shunaqa holatlar bizda bo'lgan va ishchilar bizga pul qo'shib berasiz, boshqa degan holatlar ham bo'lgan. Lekin bozor narxida hamma narsa berilgan. Hamma narxlar, hamma ishchilar shu bozor narxida bo'lgan el qator. Shunaqa narsa miyaga o'rnab qolgan, u odam bizni ishimiz orqali pul qilyapti degan. Lekin o'zi aslida meni fikrim, tadbirkor odam siz ishlab pul topishingiz uchun imkoniyat yaratib beryapti. Agarda u odam bu ishni boshlamaganda bu ish yo'q bo'lardi umuman. U odam pul topyapti, lekin u odamda javobgarlik ham katta. U ishchilarning ishiga ham javobgar odam. Shuning uchun o'ziga yarasha pul topadi bu orqali. Bu narsani men yomon deb o'ylayman. Bu normal holat. Tadbirkor shu ishchilar orqasidan to'g'ri ozgina pul topadi, lekin javobgarligi ham bor bu narsani. Va bunaqa ishchilarni biz sekin-sekin ishdan chiqarib yuborganmiz. Agar bizga bunaqa bozor narxidagi shu normal ish berayotgan bo'lsak, agar bu narsa yoqmasa, boshqa bo'lmasa, biz hech kimni majburlab, bog'lab ishlatganimiz yo'q. Agarda biror narsa yoqmayotgan bo'lsa, mayli, hamma odam xohlagan paytda ishdan chiqib ketishi mumkin. Bu muammo bilan ham sizlar duch kelishlar mumkin. Chunki ishchilar baribir bo'ladi. Ko'p hollarda shu qarindoshlarni ham ishga olganda bunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Biz qarindoshimiz bizga ko'proq berishingiz kerak degan narsalar ham bo'ladi. Endi bu problemalarni va shu chiqqan holatda sekin-sekin hal qilib ketishga majbur bo'lasiz. Kerak bo'lsa, qarindosh bo'lishiga qaramasdan ishdan sekin-sekin chiqarib yuborishga ham majbur bo'lib qolasiz. Bunaqa holatlar ham bizda bo'lgan. Endi hozirgi paytda biz hamma narsani o'z yo'liga solib qo'yganmiz. Lekin boshida shu 1 yil, 2 yil juda qiyin bo'ladi. Shunaqa odamlarni baribir sekin-sekin ishdan chiqarib yuborasiz, yangi ishchi olasiz, har doim ishchi almashish bo'ladi. Biznesdagi shu eng katta minus desam ham bo'ladi, bu problemalar. Biznesda problema har doim bo'ladi. Problemasiz payt umuman yo'q-da. Agar biznes qilaman desangiz, siz problemani sevishingiz kerak. Shu muammo, problemalarni pastayn hal qilib yuradigan odam bo'lishingiz kerak.
va bu narsalardan stressga tushib qolmaslik kerak, depressiyaga ham tushib qolmaslik kerak. Chunki biznesda shunaqa ekan, har doim problema bo'ladi. Qaysidir ishchi kasak qiladi, biror narsa noto'g'ri qilib qo'yib turib, keyin ishdan bo'shab ketishi mumkin. Ba'zi odamlar ishni yarimda tashlab ketib qoladi. Bu narsani baribir siz hal qilishingiz kerak. Va bu biznesda normal holat. Sizga material jo'natib beradigan postavщиклар ham ketib qolishi mumkin. Har xil holatlar bo'lib qolishi mumkin. Klientlar har xil bor. Ba'zi klientlar bor. Siz tadbirkorsiz, endi ish boshladingiz boshqa. Sizni odam sifatida ko'rmaydigan klientlar borda. Sizni instrument sifatida ko'radi-da. Siz shu kompaniya ochgansizmi, bo'ldi. Siz biz hamma yo'g'imizni chotki ideal darajada qilib berishingiz kerak. Sudga berib yuboraman, pul undiraman deydigan klientlar ham bo'ladi. Har xil shunga o'xshagan muammolar bilan duch kelasiz. Bu muammolarga haligi rus tilida aytadi, нужно уметь держать удар deydi-yu. Shu zarbalarda siz tura olishingiz kerak. Va agar bu zarbalardan siz yiqilib qoladigan bo'lsangiz, bo'ldi, sizni biznesingiz tugaydi, bankrot bo'lasiz shu. Pul muammosi. Tadbirkorning qo'liga pul eng oxirgi o'chirda tegadi. Chunki boshida birinchi 1 yil, 2 yil endi ish yuritayotgan paytda siz nabrot pul ko'p tikasiz. Pul tikkandan keyin mijozlar bo'ladi. Mijozlar pul olib kelganda birinchi bo'lib siz material olasiz, ishchilarga oyligini berasiz, nalog to'laysiz va oxirida qolsa pul o'sha sizni o'zingiz oyligingiz bo'ladi. U pul qolmasa, bu siz nolga ishlab yuraverasiz. Boshida 1 yil, 2 yil shunaqa bo'ladi hamda, siz nolga ishlab yurasiz. Hammadan ko'p ishlaysiz, lekin oyligingiz hammadan oz bo'lib chiqadi. Bu shunchaki biznes haqiqati. Boshida siz nolga ishlashga majbur bo'lasiz. Endi to'g'ri, ba'zi biznesmenlar bo'lishi mumkin, sразу noldan privilga kirib ketadigan, lekin bu odamlar oldin biznes qilgan va har doim biznes qilib kelgan odamlar deb o'ylayman. Chunki ular o'zi biladi biznes nimaligini. Agar siz biznesni endi boshlab, endi bu yo'lga kirib kelayotganingizda, boshida pul qo'lingizga uncha tegmaydi. Qo'lingizga pul tegadi, lekin shunday ularni tarqatib yuborishga majbur bo'lib qolasiz. Chunki ularni tarqatmasangiz, ish to'xtab qoladi. Hozir bu aytilgan narsalarni eshitib, biznes vobshe yomon ekan, biznes qilsa bo'lmaydi ekan degan fikrga kelib qolishingiz mumkin, lekin aslida biznes qilsa bo'ladi, shunchaki biznes qilishdan oldin shunaqa muammolar bilan duch kelishingizni bilgan holatda, bu narsalarni tushungan holatda boshlasangiz, shunda yaxshiroq deb o'ylayman. Shuning uchun men shu video rolik chiqaryapman va minus tomonlar haqida gapirib beryapman. Agarda siz bu narsalarga tayyor bo'lmasangiz, biznesni boshlamasangiz ham bo'laveradi. Biznes har doim ham erkinlik emas. Boshida qiynalishingiz, boshida baribir qiynalasiz. Lekin men baribir biznes qilaman desangiz, qiling, lekin shu muammolar bilan duch kelishingizni biling. Agar video rolik yoqqan bo'lsa, like, podpiska.